Şərq Türkistanlıq qarindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 29 noyabr çarşamba günü Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının baş ştabi Nyu-York şəhrində Xitay və onun Təşqi İşlər Ministri Wang Yi'yə qarşı narazılıq bildirib, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatını Xitay Şərq Türkistan toqunuşunu həll qilishqa və Xitayning Şərq Türkistandakı davam qilayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik və ishg'oliyat harakatini oxirlashtirishga chaqirish maqsadida namoyish o'rinlashtirdi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Təşqi İşlər Ministri Salih Xudayarning bu vaqtdagi chaqiriqini diqqətinizə sunumuz. Assalamu alaykum barliq Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Hammalarınki mush vaqtinglar xeyirli bo'lsin. Bugungi ekranning oldida chiqish qilishimning sababi balki xabarlarda ko'rganinglar bo'lishi mumkin. Bo'lmamış Amerika tarafidagi qarindoshlar. Xitoyninki jallati Wang Yi oldimizdagi chorshanba kuni, ya'ni 29 noyabrda BDT'ning bexatarlik kengashida yig'in ochib shu yerda so'z qildi ekan. Biz bu fursatni va har qanday fursatdan foydalanib dushmanimizga har vaqtda raddiya berishimiz kerak. Eng ojiz bo'lgan shaklda hech narsa qilmasakmi, noroziligimizni bildirib xalqaroga bizningki Sharq Turkiston xalqininki ifodasini bildirishimiz kerak. Shuning bilan Sharq Turkiston surgunda hukumatı ve Sharq Turkiston Milliy harakati ve başka Sharq Turkistonlik qarindoshlar ve teşkilatlar bilan birlikte biz oldimizdagi chorshanba kuni 29 noyabrda atgan soat 10 dan tushdan keyin soat 12 gacha BDT'ning oldida Xitoy ve Xitoyninki Tashqi ishlar ministri Wang Yi'ga qarshi namoyish uyushtirib, BDT'ni Sharq Turkiston masalasiga va Xitoy Sharq Turkiston to'qinishiga hal qilishini va buni kun tartibiga kelishini va Sharq Turkistonniki Xitoyniki Sharq Turkistondagi epirayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyatini oyoqlashtirish uchun chaqiriq qilishini talab qilamiz. Shuning bilan barliq New York atrofidagi, New Jersey, New York atrofidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarni buningga bu videoni ko'rib bizga vaqtini yetsa biz bilan birlikda shu BDT'ning oldida Xitoyga qarshi namoyish qilishinglarni chaqiriq qilamiz. Va yana shu Washington DC, Maryland, Virginia atrofidagi qarindoshlarningki o'zininki Sharq Turkistonlik burchini ado qilib vaqti yetsa shu biz bilan qatnashib New Yorkga berib Xitoyga qarshi noroziligimizni va Sharq Turkiston xalqininki mustaqillikdan voz kechmaganligini va bizningki masalamizni Sharq Turkiston masalasini faqat Sharq Turkistonning mustaqillik nasli keltirish bilan hal qilib bo'la oladiganligini xalqaro bildirish uchun bo'lib BDT'ga bildirish uchun birlikda biz bilan namoyish qilishinglarni chaqiriq qilamiz. Ammo videoni keng doir taqib qo'yishinglarni chaqiriq qilamiz va yana agar qatnashadiganlar bo'lsa, shu Virginia, DC, Maryland atrofidagi qarindoshlarni biz bilan birlikda ba'zi bo'lsa, men uchur qis bo'ladi va biz shu oldimizdagi ve ata saat keş 12 tün yerim 12'de saat 1'lerde yola çıkmamız. Şu vaqtgacha barlig'anlar o'zinglarni ma'lum qilib bo'lsanglar, rahmat. Filippin bilan Avstraliya Janubiy dengizda tunji birlashma charlash ilib borgan. NHK Dunyo Yapon xabar to'rining 27 noyabr kunidagi xabarda aytilishicha, Filippin armiyasi Avstraliya bilan Janubiy dengizda tunji birlashma dengiz va havo charlash manevri ilib borganligini e'lon qilgan. Bu harakat davlatning dengizdagi ishonchi kun sayin kuchayotgan bir paytda Xitoyni kontrol qilishdagi tirishchanlik deb qaralgan. Yakshanba kuni Filippinning qurolli qismlari davlatning alayda iqtisodiy rayonida dengiz okean hamkorlik faoliyatining ochilish murosimining boshlanganligini e'lon qilgan. Filippindan kelgan 4 paraxod va 5 aeroplan, Avstraliyadan kelgan qo'g'dug'uchi va razvedka aeroplan qatnashgan bo'lib, manevr 3 kun davomlashar ekan. Filippinning bir yuqori darajalik harbiy amaldorining aytishicha,
shanba kuni dengiz charlash jarayonida Xitoy paraxoti ularga ergishib kelgan. İki Xitoy urush aeroplani yakshanba kuni atdiganda manevrga qatnashgan Filippin aeroplanini qorishib olgan. Xitoy hech qanday xatarlik usul qo'llanmagan yoki ogohlantirish bermagan. Filippin bilan Avstraliya 9-oyda strategik hamkorlik imzolagan bo'lib, bexatarlik hamkorlikni cho'nqurlashtirgan. Filippin armiyasi oldingi hafta payshanba kunigacha Amerika armiyasi bilan Janubiy dengiz va boshqa rayonlarda 3 kunlik birlashma charlash olib borgan. Rossiya bilan Xitoy amaldorlari Rossiya va Qrim tunnel turi haqida munoziralashmoqda ekan. Amerikaning Cumhur gazeti Rossiya bilan Xitoy savdo ijroiya amaldorlari Rossiya bilan Qrimni tutashtirilgan yer osti tunnel qazishni maxfiy planlaganligini xabar qilgan. Rossiya 2014-yili bir taraflama holda Ukrainaning janubini o'ziga qo'shib olgan. Rossiya bilan Qrim 2018-yili inşa qilingan bir ko'vrik bilan bir-biriga tutishadi ekan. Bu ko'vrik Ukraina ishg'oliga qadar Rossiya qismlarining muhim ashyo oborot liniyasi rolini o'ynagan. Ammo Ukrainaning hujumlari o'tgan yili oktyabrda va bu yil 7-oyda ko'vrikni ziyonga uchratgan. Gazetdagi maqolada Rossiyaning ko'vrikning bexatarligi haqida andishasining kuchayayotganligi, Ukrainaning hujumidan saqlanadigan qatnash liniyasi barpo qilishni umid qilganligi sababidan suhbat olib berayotganligi, xalqaro cho'ng qatnash turlari mutaxassislarining aytishicha, tunnelni yasashning texnikalik mumkinligi, ammo 8 milliard 700 million dollardan oshadigan mablag' talab qiladiganligi, bu turning Xitoyga siyosiy va iqtisodiy xatar olib keladiganligi, Xitoyning shirkatlarining Amerikaning Moskvaga yurgizgan iqtisodiy jazosining ta'siriga uchraydiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Ukraina bexatarlik idorasining boshlig'i Vasil Malyuk ko'vrikning ashyo oborti yo'li sifatida to'liq ishlatilganligini, oldimizda hayron qolarli ishlarning texnik ko'p bo'lganligini aytgan. Vyetnam bilan Xitoy Tunkin qo'ltiqida o'rtaq charlash olib bormoqda ekan. Vietnamnet Global xabar to'rining 27-noyabr kunidagi xabarida aytilishicha, dengiz qirg'og'i muhofazat rayoni bir qo'mondonlik organining xabariga qaraganda, bu Vietnam bilan Xitoy ikki tarafning bu yil ikkinchi qatim Tunkin qo'ltiqida birlashma charlash olib berishi ekan. Dengiz qirg'og'i muhofazat qismlari Tiran orolining sharqi janubidan Tunkin qo'ltiqi chegara liniyasidagi Konko orolining sharqi shimoligacha bo'lgan 13 nuqtadagi 255,5 dengiz mili uzunlikdagi rayonda birlashma charlash olib berishni planlagan. İki taraf iki davlatning chegara liniyasiga qo'shni suvda baliq tutayotgan baliqchilik kemalarini nazorat qilib tekshirdi ekan. Bundan boshqa Vyetnam dengiz qirg'og'i muhofazat atriti Vyetnamning shimolidagi dengiz bo'yidagi o'lkalar bilan hamkorlashib, qonunsiz, doklad qilinmagan va tartibsiz baliq tutishga qarshi turish belgilamasining ijro qilinishini nazorat qilib, qonunga xiloflik qilish qilmishlarini bartaraf qiladi ekan. Bu Vyetnam bilan Xitoyning ikki davlat o'rtasidagi Tunkin qo'ltiqida baliqchilik hamkorlik kelishimi imzolangandan keyin Tunkin qo'ltiqi chegara liniyasiga tutishadigan suvda 7-chi qatimliq birlashma charlash olib berishi ekan. Uyg'ur kishilik huquq masalasining xalqaralashganligini muayyanlashtirish o'z navbatida mustamlika ostidagi qirg'inchilikning shiddatli yuzaga chiqqan oz kam 7 yil mobaynida dunyoga mustaqillik deb ko'rinmaslikda ching turish, o'rniga majozga jo'rg'ili bo'ladigan ozodlik ifodasini qo'llanib turib ko'rinish, Sharq Turkistondagi qirg'inchilikning Yahudilar boshdan kechirgan Holokost qirg'inchiligidek ansirgidek ish emasligini ta'kidlash, yana kelib bo'layotgan qirg'inchilikning mustamlikachilik ostida yuz berayotgan qirg'inchilik bo'lmasdan, qandaqdir bir irqning o'z territoriyasi ostidagi yana bir irqqa elib berayotgandek hokim millatning fuqarolari orasida ayrimchilik qilish tusidagi milliy kamsitish va madaniyat vayronchiligi, mustabid hokimiyatning hokimiyatiga tava xalqqa ikkinchi sinf muomalasi qilayotgan fuqarolarga qarata tengsiz muomala qilib zulm selishi va haq-huquqlarini dafsanda qilayotganlik masalasi ekanligidek munofiqona propagandalari orqali vatan sirtidagi siyosiy da'vo yo'nalishini tugal haq-huquq masalasi ramkasida tutib turishni asosiy vazifa qilgan siyosiy ansambullarning va ularning zalolat tug'ini atalmish oydinlatuvchi mash'al siyoqi bilan bo'yab egiz ko'tarib mengayotgan shalg'ut zihniyat toifalarining utq ekanligini tan olishni o'z ichiga oladi. Demismi reallik mazkur muayyanlashtirishning to'g'ri diagnoz ekanligini tasdiqlab turibdi. Chunki ilm Sharq Turkiston xalqining mustamlika ostida ko'rayotgan zulm sitamlari Holokostdan battar. Ammo farqli va yoshirin tusda boshdan kechirayotgan irqiy qirg'inchilik musibati davomlashib turibdi. Jazo lagerlari otliq qirg'inchilik fabrikasi nashr yanglab, yanama sistemalik, yanama maxfiylashgan, ko'paygan va yovuzlikda daraja atlagan holati bilan xizmat funksiyasini yuqori sur'atga chiqarib, to'xtovsiz davomlashtirib turibdi.
Xalqaro jamiyatda bo'lsa, Sharq Turkistonning mustamlaka tarixining navbatdagi eng shiddatli qirg'inchilik davri atalmish Uyg'ur kishilik huquq masalasi, atalmish Uyg'ur rayoni masalasi, Şinjan masalasi qatorliq masxaralik qalpoqlari bilan zaryadlantirilgan, ramkalangan, hatto markalangan holati bilan xalqaralashgan bir vaziyatni shakllantirib turibdi. Darvaqa bu Sharq Turkiston masalasini bir turlik ahamiyatsizlashtirish, zulmning darajasini tuvanlashtirib, qazlaqqa band qilish, echinarli holda mustamlaka ostida planliq yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni, inson qalbidan chiqqan mustamlakachilik jinoyatlarining yagona chiqish yo'lini atalmish kishilik huquq masalasi ramkasiga selib turib, putqo'lini tushakashning amaliy g'albisi bo'lmay nima? Burxon Muhammadning Qurib ketgur kishilik huquq da'vochiligi nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.